Mana toza bo'ldi stakan. Vaqtida artib qo'yish kerak edi-da. Etika, estetika degan narsalar bor. Atmosferasi ham g'alati ekan-ya, qizlar. Qolgan ovqatni saboy qilib solib beraymi? Biz saboy olib ketadigan qizlar emasmiz. Qanaqa atir tepgan bu o'zi? Fukusi bormi? Comfort Plus chaqiringlar qizlar. Yaxshi boringlar. O'zi kvartirang molxondan battar ekan. Nima ko'chaga chiqib model yasaysanlar? Siz bizani uyda? Mana bu changalzor tozalab qo'y, keyin atmosfera tanlab chiqib. Barmoq qo'yadi. Bonka qolsin bonka, ey. Sanlar o'zi madaniyat tark etgan ekan, nimaga menga etika estetika deysan sen? Men Navruzga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Bug'doy ekdingizlarmi? Qizlar qaysi biri navbat edi bugun yuvish? Fuqsaqiga san gapirmagin, hay. Bir-birlaringiz kiyishlaringiz ma'qul emasmi? Biz bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Qaranglar, farqi bo'lmaydi-ku tentaklar. Yalanga yo'q jakuy, tur, xon taxtaga o'tib ovqatlan. Yo'q. Nima, zakol deydi bu? Mani murabboyim. Meniki. Jahlimni chiqarma. Asabimga tegma. Ya o'zi bitta murabbochaga urush qilayotganing yana saboy olib ketadigan qizlar emasmiz ey, yumron qoziqchalar. Ma'lumot uchun aytaman, kir sovun bilan pastda yuvib bo'lmaydi. Ko'pirsa bo'ldi-da, bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ana bo'ladi deb ko'rdingiz. Hey, mana Milod Davagrolning tashvir yeb bo'lmaydimi-ni? Svejiy bu endi 2 oy bo'ldi. Restoranga 300 ming 400 mingga ovqatlangancha 100 mingga maxsus transport cho'qirib mana musullarni berib yuborlaring. Buncha kulding, o'zing uying bormi? Men Xonsaroydan uyim bor. Qanaqasiga? Xonsaroyda Toshkentdagi Xonsaroy afsonasi loyihasidan uy xarid qilsa, boshlang'ich to'lovini 3 ga bo'lib to'lasa bo'ladi. O'shani xarid qilganman. Ko'chaga chiqib dunyo go'zalini yoqqancha ozgina uying yig'ishtirib qo'ylaring. Mana qara 17 ming yetmay qolib magazinga berib tur. Bu mani pullarim-ku. Berib tur. Pullarim. Bitta yomg'ir yog'sa ikkilar zo'r beradi lekin. Bugun havo yaxshi bo'lar ekan, 17 gradus, yomg'ir yog'maydi. Bor ey. 17 ming marta so'raydi endi bu. Voy bolam, yig'lama, o'zim xossanga erta aytib beraman. Qadim zamonda 17-asrda Bo'g'irsoqda ayt. bo'g'irsoq dumalab 17 marta dumalab Bor ey. Yangi bu kosaga ovqat so'sangiz ichiga rasmingiz chiqadi. I love you degan yozuvlar chiqadi. nech pul? 4 tasi 17 ming. Xo'jayindan so'rab chiqib bering. So'rab chiqing. Darvozaga. Olmaymiz kosa. Mana shu plastikdan yechib oling, opa. Singlim buni kodi nechi? 17. Men naqd beraman, qaytarib bering plastikni. Kerak yo'q shu. Ha, mayli. Nimadir tegayapti-da buni. Bor ey. Qo'shig'i ham 17 buni. 17 kul chiqadi. Men nimaga 17 deyapman? Taklifnomami? Ha. To'yingmi? Ha. Uylanyapsan? Hada. Bizdan nima yordam? Shu borib ko'rinib tursalarsiz bo'ldi 17-kuni. 17. Yo'q, ket. Taklifnoma olib ket, taklifnoma yo'qar. Shahbozaga Xonsaroyda 1+1 aksiyasi ketayotgan ekan. Shirin hayot loyihasidan bitta uy olsa, yana bitta uy yutib olishimiz mumkin ekan. Zo'r ekan-ku, bo'ldi. Bugun boramiz. Soat necha bo'ldi? 17. Shuni 5 desa bo'lmaydimi? Aman 17 bo'ldi-ku. Bo'ldi, ertaga boramiz, bor. Necha ekan? 120 ga 17. Ey, yo'qali. Yangi uylanganlar tartibga solish jamiyati yetib keldi. Hayotim. Qo'lga olinsin. Sanga jo'ralari bilan yig'ilmaslik va atalab klubdan chiqib ketish statkasi qo'yilgan. Xabaring bormi? Men advokatim kelmasa gapirmayman. Nima qilmaysan? Chelak ko'tarib yursam yo'lmaysan, ey. Men yordam bermoqchi edim. San bodring kalla qasddan sinfdoshlar, gruppadoshlar, kontrsastav Telegram gruppalariga kirmagansan. Kiraman-ku. Tekshir. Oxirgi marta to'y kuni kirgan, 76 kun bo'libdi. San darmayt, shafqatsizlarcha choyxonaga bormagansan. Topdimmi? Men ko'p boraman, faolman. Faolmisan sen? Men bularni kurugi boradigan choyxonada 6 yildan beri ishlayman. Bu choydan bir bu sutta qo'zini ko'rganim yo'q. Ko'rsam ko'rdim deyman-da. Guvohman. Siz nima deyapsiz? Boramay qoldim-da bir safar. Sardor sinfdoshing san to'yingga kelgan, kuchukdek xizmat qilgan, to'yini ham bergan, lekin sen to'yiga bormagansan, qaytarmagansan. Hayotim, biz o'sha kun qayergadir ketuvdik, ha? Ha, biz o'sha kun qayergadir boruvdik. Singlim yolg'on guvohlik ham statiya bor. Shunga qilaqalik. Pulim yo'q-da. Puling yo'q edimi sani? Mana o'tgan 15 million pul rasol qilgan, lekin hammasi jinski magazin. Mahalladagi hamma kameralarni tekshirdik, uylangandan beri ko'chaga chiqmagansan. Yalg'on, men har doim ko'chaga emas, uyga umuman kirmayman. Ekspertiza.
Oxirgi marotaba 3 oy oldin ushlangan bu dastak. Bu uygami men buni Rossiyaga ketgan deb o'ylayman. Nima bahona qilasan yana? Jinoyat jazosi qolish kerak emas. Olib ketinglar buni. Hayotim sizga bir kun qo'lga tushasiz degandim-ku. Men baribir qochib kelaman. Bizlardan hali hech kim qochib qutulmagan kim? Mana bu dunligimni kim o'chirdi? Men o'chirdim. Men mollaga turib yem berishim kerak edi, dadamlar urisharlar endi meni. Men qarab qo'ydim, hammasi joyida, siz dam olavering. Mana hayotimda bunaqa baxtli kunlar umuman bo'lmagan, uylanishmas ekan-ku. Ha, uyimizga mehmon kelyaptimi? Yo'q, siz uchun bu. Men yangi ko'rpachaga o'tirayotgan bo'ldimmi? Bekorga aytishmaydi, sabrdagi sariq ko'rpacha deb yumshoq qilib o'tiraman. Uyqum kelmayapti, qo'shiq eshitaman bittaman. Nima qilyapsiz? Yuragimni yo'rdingiz, uylanganim esimga ham yo'q, yonimga kim gapiryapti deyapman. Bu telefoningiz yorug'ligidan battar uyqungiz qochadi. Undan ko'ra Janatubdan foydalaning. U nima u? Mana Janatub bilan telefoningiz ekrani o'chiq bo'lsa ham bemalol qo'shiq eshitishingiz mumkin. Reklama yo'q, eng zo'ri bepul. App Store va Google Play da bor. Bu zo'r ekan-da bu. Begim qarab boring. Qisqartirilgan chiroyli eshitilar ekan. To'ydan oldin begimot deydilar meni. Keling, yuzingizga maska qo'yib qo'yaman. Men maska qo'ymayman yuzimga. Yuzingiz yumshoqqina bo'lib qoladi, keling. Keragi yo'q-ey. Arvoh, kamper arvoh bor ekan. Dada, bu maska yuzni yumshoq qiladi, to'xtang. Nima bu ahvol? Nimaga sharara? Tirjayma! O'zlaring raqslang nima bo'ldi? Ha, yo'q. Yig'ishtiring! Bayramga 4 kun vaqt qoldi. Hali sinfxonani bezatishimiz kerak. Qilig'ing chirigirlar. Tektonik ustoz bu. Archani zo'r chizdimmi? Rasvo qilding, tegmasan o'zim chizaman. Chiroyli-ku, shuni endi archalar. Yashil emas, sariq ber. Sariq qolmadi-ey. Yarim bitmay qoldi-ku. Mayli bo'ladi. Ha, qizlar o'zlaringizga zanjir yasayapsizlarmi? Bor yo'qol, o'zing ishingni qil. Skochni ber, tez-tez. Hozir chiqmayapti. Zo'r qildik ha. Ana topdim. Aziza qizim, sen tayyorlanib qoqiz bo'laykaning. Yo'q, ustoz. Ustoz bu qor qizga emas, yalmoqga o'xshaydi-ku. Evocher mama qaymoq. Sendan kim so'radi? Dala dashta tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish. To'xta! Guling qal. Ichiga ham tushib ketibdi ustoz mana. Ko'rsatib turmin deyman. Chiqar yana teparoq. Kliplar kolleksiyasi nima bo'ldi? Tayyor ustoz. Tayyor. Mayli bitta ko'rishaylik, senni men kutgan meni yorim. Mayli bitta uchrashaylik, senni men degan meni bor. Bo'lmaydi bilaring. Yaxshisi qimmat va Zumrat bilan ana kellar qo'zg'olonning intermediasini qo'yamiz. Shunga tayyorlanlar. Men Zumrat bo'laman. Davay partiyalarni pay qilib qo'yamiz, o'tirish qilamiz keyin. Voy, bu. Ustoz, men vafli olib keldim. Nashrli olib keldim. Men alma olib keldim. Ana qizil olmadan qancha olib keldinglar? Bu yashil alma-ku 2 kilo olib keldim. Shuni bir paketchaga solib beringlar, men bir o'qituvchilar xonasiga olib kiray, ochko bo'ladi bizaga. Xo'p. Ana o'quvchilar, tayyorlaninglar, rasm chekildi. Instantga rasmga tushamiz. Ketdik, rasm tushamiz. Qimirlamay turinglar qani. Sen ovqat qilmaysanmi? Men ham sizga o'xshab hozir keldim. Birga keldik-ku darsdan. Tez bir narsa yeylik. Opin budjet yutmagan yog'imiz ham tugab qopti. Men senga tejab ishlatgan keyin opin budjetgacha yetsin deganni. Osh qilaymi, chuchvara qilaymi? Men kasbingni qil, tezlashtir, zang'illat. Voy, Mana yakuninglarni yozib beray. vaqtim yo'q. Bo'lmasa kursdoshimiz Dilnozaga aytaman 50 ming yozib beradi. Siz hali oilamiz rizqini ko'chadagi xotinlarga tashlamoqchimisiz? Bering. 70 ming. Kelishtiray. O'g'lim bor, qo'shnidan 4 ta kartoshka olib chiq. Aya, ularda kartoshka yo'q. Sen qayerdan bilasan? O'zi talaba bo'lsa, tuzni ham bizdan olib ishlashadi-ku. Chalg'itmen, men tezda ichmonman. Bo'lmasa masalada ham yechib qolib ketibdi bu. Hayotim, stipendiya tushsa bitta qo'yni olaylik. Bitta super ham olishga stipendiya tushsa. Alo, ha, Guli, qalaysiz?
Qanaqa gulli? Abdurasulova Patochindagi masalani so'rayapti. Alo. Darsing tugaydimi ana? Yozmishlarim qoldi. Tezlashtirmani mustaqil ishim bu. Ha, ustoz Sattorova uyga oldimga diplom ishlarini yozib yotibdi. Oldiga kitob daftarlarni yig'ib olgan holi berib bo'shamaydi bu. Mayli, sog' bo'ling, aytib qo'yaman, telefon qiladi. Bu qanaqa yil? Hayotim, bu Timson kirlarni har doim shunday yuvaman. Yili ham, kapsulasi ham bor. Undan tashqari umuman allergiya qilmaydi. Hididan atirgulli hidi keladi. Kirlarni yumshoq yuvadi va narxi ham unaqa qimmat emas. Malades. Aytgancha, tog'am telefon qilgandilar, mehmonga kelaman deb. Xo'p demadingmi ish qilib? Ha jiyanim, yaxshi o'tirsanmi? Sanikiga mehmonga keldim. Dokumenta kaka. Dada salom deyapti sizlarga. Xo'p, yashang, baxtli bo'ling. Endi kelinga uylanib nima bordi? Endi gapini qanday tushunaman? Nima qilyapti bu? Tuku. Kukuna. Nam nam. Mana. Oo, texnologiya. Zashgal kaka. Qo'shni mana bu narsa sizlarnikimi? Ya bizda unaqa narsa yo'q-a? Kukuna takaku. Kelinizniki dada ov qiladi-da ular. Hay, kelinga ayt, bir to'q sho'rva qilsin. Ha böyle. Pocahontas. Sobe. Tuku pataka kaka sho'rva. Tuku tuku. Ya ularga tegma magazindan sotib olamiz tovuqni. Nima qilyapsizlar? Apasi tug'ilgan kuni ekan yaqinga o'shanga yangi ko'ylak tikyapti. O'rgan. Boringi. Ah. Ha, tuka. Nam nam nam. Nam nam. Aha. Tuku. Chokolate. Chokolat. Qushlarni haydaykanmi, choqarkan. Unaqa o'rgatma menga kerak emas. Bo'l, ket, yur. Nima qilasizlar? Ona kamon yasayapmiz, qushlar otaykan keliniz. Tegmadi-ku. Qo'shni kamonlaringizni o'qib biz tomonga tushmadimi? Ha, tushgan bizaniki o'sha. Ha, oling buni. Kerak emas, mayli qo'yavering. Olavering, o'tirishga sal noqulay bo'lyapti-da. Oxanda. Nima qilyapti ular? Kelinga tushuntir, bugun payshanba osh qilsin degandim. Kun sovib qoldi, bir kelinga bir normalni bir issiqroq kiyim olib ber. Ya dada bu oddiy narsalar kiymaydi, originalini kiyadi faqat. Voy, men zo'r joyi bilaman. Tuku. U? Kelin imperiya shubida hammasi tabiiy, Yevromin. Bu yeri shubalari Italiyadan, Tallindan. Chiqichi. Xitoydan bormi deydi? Xitoydan ham bor. Issiqmi? Dika. Kelin xohlasangiz uzuni ham bor. Faqat shoshilishimiz kerak. 31-dekabrgacha 40% chegirma bo'lyapti. Bitta. Olamiz. Bizanki uydagilar kelyapti ekan mehmonga. Kutu mata. Xotin uyimda changal o'rtachaqlar. Qizlar ovqat tayyor bo'ldi. Ya, adit qilamiz. Borma o'ldiradi. Men bilan qalin bo'lib ketganlar o'ldirmaydi, ketdik. Qizlar, davay karta o'ynaymiz. Qazgan uylarni yig'ishtiradi. Qizlar ham karta o'ynaydimi? Shular o'ynasin-da kartani, yaxshi o'ynashni o'ynayapti-ku. Jobda aka, kechira telefon qo'yaman, xo'p. Jahon aka, keyinroq SMS yozib beraman, maylimi? Bu ikkalasi bitta yigit bilan gaplashadi, lekin bilmaydi bir-birini. Seriozmi? Rajab aka, ertaga Toshkent molga boraman. Louis Vuittondan luk qilgani. Louis Vuittondan bitta naski ham olsin bu, ayt. Haqiqatdan ham. Hamma qozon kabob dimlab qo'ydim. Qozon kabob kartoshka go'sht bo'lmasmidi? Ertalab yegan tuxumni shaxshiga nima aytib yubordi bu devona? Ajdatchi. Nimaga yana kostyum kiyib kelding, kiymadim sanga? Endi namuncha sog'inlaysan, qo'lingni ol. Bitta gazir kostyuming bor ekan, men bu beraman. Hozir jonli yeysi ko'ramiz. Bodroqdan ol. Qizlar, mana bu musorlarni to'kib berish kerak. Nahotki musorlarni to'kadi? Hali kam-ku, keyin to'kamiz. Hali kam-ku, keyin to'kamiz. Bu qiz молодец ekan, kitob o'qiykan. Nima o'qiykan bo'lsa bu? Ha, mayli jiyan, yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Darhaqiqat, uydagilar pochta berib yuborgandi. Qizlar, murabbo kelibdi, notobiylar qo'rqamiz. Ya, murabbo keldi, ketdik. Ma'qulim yuvib kelay. To'xta, mana murabboyim. Men ketdim, qo'y. Ma'qulim yuvib keldim. Tugonjon, shunday zo'r chiqibdi murabboy. Tugadimi? Qo'yildi, nima gap Matar-akanga? Nimaga oldinroq aytmadingiz? Qizlar, ertaga xolam qizini to'yi ekan, viloyatga ketishim kerak. Hozir Fitakka borsam, mashina bormi? Pitakka borib nima qilasan? Undan ko'ra Rizzoga ilosiz kashaf qilgan Play Marketga, App Store'ga ham bor.
Shuni uyingdan olib manzilinggacha olib borib qo'yadi. Ha, qiynalmay ketasan. 4 kishi emas, 3 kishi oladi. Orqada 2 kishi mazza qilib ketadi. Zo'r. Toshkentdan barcha viloyatdan Toshkentga qatnaydi. Pochta xizmati ham bor. Qizlar ekan. Raqamni yoqing, barcha qo'yib ketavergan bo'ladi kvartiraga. Nima qilyapsan? Nima deyapsan? Men boshimni yuvib chiqay bitta. Ada shampun qolmagan uyda. Shampun nima kerak menga? Bugungi temamiz kal akalar. Boshladik. Bugun ishlarim yaxshi bo'ldi. Men senga ko'ylak olasan. Rahmat adasi. Kal akalar va ish kal bilan zo'r kelishadi. Doim birga yurishadi. Eringiz kal bo'lsa, ob-havoni oldindan biladi. Yomg'ir yog'ibdimi? Yo'q-e. Boshim suv bo'ldi mana. Yog'ibdi, tez yur. Ba'zida kal akalarimiz lokatsiya vazifasini ham bajarishadi. Alo, Dugonjon, men sen aytgan joyga keldim. Qayerga o'tiribsan deysanmi? Bitta kalakani oldiga o'tirma. Ana yoqqa borib o'tiraman, sen topolmaydi. Kal akalarimiz hayotida shunaqa qiziq voqealar bo'lib turadi. Adasi darvozaga qarang, kimdir taqillatdi. Hozir qaraymizda. Ha, soch pati olamiz deb yurgandik. Mayli, kerak yo'q. Rahmat. Kal akalarimiz ishlari juda tez bitadi. Ukajon bilan men sen ochrading, hozir turaman. Atir sepkim bitta. Ana böyle o'tir ke. Kal akalar shunaqa o'ziga o'xshaganlarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Muzika eshitaylik. Ana. Kal akalar o'tmishlarni unchalik ham xushlashmaydi. Adasi qarang, to'yimizda sochingiz ko'p bo'lgan ekan-a? Bor ovqatingni qilsan nima ishing bor ey? Xo'p. Bu paytlar meni jimmy paytlarim bo'lgan. Nima qilib yuraydim-da. Ramazon oyi munosabati bilan ishonch do'konlarida 3 million so'm yoki undan ortiq summada xarid amalga oshirsangiz, 50 ta umra ziyoratiga yo'llanmalardan biri yoki 500 dan ortiq qimmatbaho sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Qancha ko'p xarid qilsak, shuncha ko'p imkoniyat qo'shadi. 3 million so'mga bitta aksiya bileti, 6 million so'mga 2 ta aksiya bileti. Kal akalarning kallasi shunaqa zo'r ishlaydi. Kal akalarimiz gudokdagi musikalari ham o'zlariga mos bo'ladi. Bosh atrofi soch bo'lur, o'rta yalang'och. Kim ekan bu? Alo. Ha, bir haftalik dam olish bo'ldi boraman. Qayerga ketyapsiz? Kaliforniyaga. Xotinjon chiq, senga tukful olib keldim. Voy, buncha zo'r. Originali ekan, Louis Vuittonmi? Loro Pianino kiyib yur. Yo'q, mehmonga borganda ekanman. Kelaver, yur. Ko'zingni och. Surpriz. Yangi rakvina-ku. Bu sensorlik, bu bunday qilsang suv tushadi. Ana, Marmardan ekan-a? Men dusham olib kelib, buni o'rnatib qo'yay. Men ko'raman, seni yo'ling yopiq, qarog'lik bor, tugum bor bera. Uni bilamiz, uni yechimi nima uni? Menga ikkalang $1000 ber, men bu tugunni ichtaylay. $1000 pulimiz bo'lsa o'zimiz yechamiz, o'rmon, uyga kir. Men gruppaga tashladim-ku, bu uyga kirmanglar, krediti bor deb. Bildim. Bildim. Baloni bildim. Adasi go'sht olib keling, osh qilmoqchi edim. Osh, bo'ldi, hozir olib kelaman. Ana olib keldim, ser go'sht qilib bitta oshqi. Lahim joylardan olibsiz-a? Qassob jo'ramdaman tonish. Voy, yaxshilab qarab olmaysizmi? Suya qo'shib beribdi-ku. Hay, sho'rva qilasan, olib qo'yna, iliga bor ekan-ku. Bugun o'g'limiz tug'ilgan kuni tort zakaz berganmisan? Xavotir olmang. Happy birthday to you. O'g'lim turib pufla. Sharlaring olib qo'yin, tort yeymiz. Dada kirimi ko'p ekan-a? Sen uchun-da o'g'lim. Adasi sovuq tushib qoldi. Menga bitta qishki palto olib bera olasizmi? Voy, buncha zo'r bu. Qalay yarashibdimi? Zo'r yarashdi, gap yo'q. Endi bu yerga mana bu yozgi ko'ylagini tashlab qo'yaman. Boja xabaringiz bor, keyingi hafta o'g'ilchan sunnat to'yi o'tarsiz-a? Xo'p. Normal kiyinib boring, qopcha bilan bormang, odam uyaltirib. Xo'p. Adasi, turing, uyimizga o'g'il tushibdi. O'g'il tushibdi, yo'q-e? Uyimizga o'g'ri tushibdi. Ha, o'g'ri aka keling. Insofingiz bormi? Qanaqa odamsiz? 4 soatda bir 100 kilometr o'g'ri degan narsa yo'q. Ana rakmina o'g'irlang rakmina. Baklashga-ku. Marmar-ku bu, zo'r-ku. Sensorlik. Ha boja. Boja ko'rmang deganimda, u kuni to'qinlik-ku. Pul yetmadi, kredit oldik. Yurak tashab qo'yaman. O'zbekiston Respublikasi sinfdoshlar birdamligini ta'minlash sudi ayblanuvchi sinfdoshlar gruppasiga yozmay ketgan Shaymqulov Azbek Akram o'g'li sudini ochiq deb e'lon qiladi. Sud so'z navbatini qoralovchiga beradi. Marhamat. Rahmat, hurmatli sudya. Bu shaxs sinfdoshlar gruppasiga qasddan yozmagan. Bu yetmaganidek, sinfdoshlar tashkil qilgan tadbirlarga bezbetlarcha kelmagan. So'z navbatini oqlovchiga beramiz endi. Marhamat. Becharan megabayti bo'lmagandir. Balki zaryadi tugagandir. Balki yig'inga boshqa puli bo'lmagandir. To'g'ri lekin. Yolg'on, hammasi bo'xton, safsata. Mana ayblanuvchining har doim megabayti bo'lganligi haqida kompaniyaning xulosa nuqtasi.
Bu nuqsa soxta bo'lishi ham mumkin-ku. Sud har ikkala tomonni tinglab keltirgan isbot dalillarni ko'rib chiqib hukm qiladi. Ayblanuvchi Shaymqulov Azbek Akramoğlu sinfdoshlar birdamligini ta'minlash kodeksining 480-modda 3-K bandi 1-qismi qasddan gruppaga yozmaslik o'zini olib qochish. 712-modda 4-Q bandi 2-qismi sinfdoshlar yig'ilganda ataylab turli bahonalar ro'yxatga chiqib kelmaslik. Jinoyatlarni sodir etgani uchun aybdor deb topilsin va 6 oy muddatga Telegram messenjeridan chetlatilsin. Aybdorning PUBG akkauntlari udalt qilinib, Yo'q, iltimos. telefoni musodara qilinsin. Sinfdoshlarga vaqt ajratmay qizchasi bilan aloqada bo'lgan barcha yozishmalari skrinshot qilinib, boshqalarga o'rnak bo'lish uchun gruppa va kanallarga tarqatilsin. Ket, qo'rbir o'ynaymiz. Nilufar. Yomon tegdi lekin. To'xta. Senlar nimaga Nilufar? Dilnoz. Shahboz, otma. Dilnoz. Basharangni buzaman hozir. Kim maqsad shu tortama? Men sirpamay dadam Rossiyadan olib kelganlar. Bo'lmasa san tort. Ke. Buncha og'irsan. Tort. Dilnoz qara traktor ziqildim. Voy, qanday qilding? Ko'rmayapsan, oyog'imdan qilaman. Jinni. Hoy erkak, abu meka pliz qilib qo'yibsan. Qoch. Ana. O'xshadi. Amollar. Qo'ng'iroq chalinganga necha minut bo'ldi? 5 minut bo'ldi. Qani hammang darsga kir. Nima mana soch? Nima mana jumbosh? A? Necha marta aytdim men senga soching olib kel deb, a? Agar ertaga ham olib kelmasang, o'zim seni sochlaringni qaychilab tashlayman, tushundingmi? Nima bu ahvol? Onangni uyida yursanmi? Va bu o'quv dargohi tur joyini tozalab kel. Jumayeva, assalomu alaykum. Ikkita o'quvchingizni bering, tashqariga qo'rlarni tozalaylik. Qor tozalashga? Turayib keling, sota qo'zi. Bar. Qumni ana shuni sepinglar, shu yo'lakcha erisin. Men hozir qor tozalayga olib kelaman. Men ushlayman, sen sepki. Bul. Stadion quribdimi? Ha, qo'lga futbol o'ynaymiz. Ketdik. Ustoz aytdilar, jismoniy tarbiya sinfda bo'lar ekan. Stadion qor ekan. Ketdik zamonlar bo'lgancha qor bo'ra o'ynab kelamiz. Yoshlik sani o'ylamagankan. Moshey, ki bu qiz. Yur. Sekinroq qilib. Hozir. Aziz chiq. Hozir. Onaman mol boqishga ketdim. Yurmayapti-ku bu. Hozir to'xta. Ana, ketdik. Qochma, oyog'im bilan qo'rqaman. Bo'l tom, ketolmay chiqadi. Ana molingni beliga ne loy sotib olgansan? Bilmasam? Böyle surt. Menga ham qolsin. Esarzgam yozga qaray pomidor surtaydik. Esimizga yo'q, noningni sut menga. Mana bu valezot, mana bu damazot. Mana o Karol, mana tuz. Bor qo'ylar qaytarib kel. Qo'lim ko'rib o'ynayapsanlar. Ana chapon bilan ana popga varata, davay boshladik. Mana loy tekkanmi, shuni uglab qo'yda. Davay uglab qo'y. Bor olib kelay o'zingga. Mana menga oshir. Voh. Tikon kir, to. Ana, ol. Bahona qilmay o'ynay. Atela bo'ldim. Davay. Ket, oldiga tep. Gol! Bu yerdan bala ketdi so'raymiz. Aka, iltimos. Sevga qilmang aka. Ana bu kim nima o'ylaydi? Meni yerimga kirgan. Bilmadik-ku. Bo'lmasa uyga olib boraman-da, meni kelganda bu. Amachi molimni bering. Buniki-ku. Kartochka olib keldingmi? Ha, mana. Ana men ham olib keldim. Kartochka emas-ku. Uyimizda qolmabdi, bo'lmaydimi? Uni qo'yma, bu ho'l bu, ol. Aralashib yonib ketadi. Nimadir sasi yo'qdi. Bu meni choponim. Yoshlik sani o'ylamagankan.
Qaynona vaynka battamisiz? O, vayinlik yo'q. Ha, vesmichoklar ko'tarib olib tinchlikmi? Oling bu atmaska askaringizda xizmat qilolmayapti-ku. Komandada bersam sudral chiqadi. Oshxonada qurol asliga tozalanmagan. Naryaddan charchab kelsam nashlo payoq tayyor emas kechasi. Menga aytmasdan dugonalar bilan zibora ketgan bu. Man starshinaga Oyjonga aytgandim. Askar Tarqan, Saflan, Tarqan. Oyi! Xizmat qilsin, bo'lmasa. Hey, kazirmaga yuring, harbiychasiga gaplashib olamiz. Davay. Atmaska askar deysiz. Nima siz zaryad qilmaganmisiz? Telegramdan pistirmaga tushganingizni unutib yubordik. Ha. Qurol aslaha tozalanmagan deysiz. Tozalashga vaqti bo'lyaptimi o'zi? Naryaddan keladi, tualet vanna tozalaydi. Naryaddan keladi, teritoriya tozalaydi. Hamma joy toza bo'lsa, onangiz trevoga berib bezor qiladi. Kechqurun 12 da siz jangga beraman deysiz. Protvagaz bilan bir arjat kiydirib 3 kilometrga yugurtiringlar bechorani. Hazillashdimi? Ha, hazilmi? Yech, bo'l. Askarda olib ketayotganingizda kun tartibi shunaqa bo'ladi deganingiz. Birortasiga amal qilayotganingiz yo'q. Ha, vocha opam xafa qiladigan bo'ldingizmi? Hey, Ortga, begom marsh. Er-xotin o'rtasiga tushgan o'zi ahmoq. xuddi shunday. Kuyov armiyani ham boqcha qilib yubormanglar endi. Hay biz boraylik, bugun payshanba otishmamiz bor edi. Qani kayfiyatinglar a'lo jangovar bo'lsin, palatkallaringiz bombardimon bo'lmasin. Qo'riqlaring nam tortmasin, snayperga ko'z tegmasin. Tagimdan keyin olganman, qara. Mana futbolka. Tezroq bo'linglar, tanaffus tugadi hozir 5 minutga. Hozir Tezroq bo'linglar, biz ham kiyinishimiz kerak. Kerak. Ey, men qolib ketdim, to'xtanglar ey. Voyma-voy saflan! Sani formang qani? Ustoz, men kasal edim. Kasal bo'lsang chiq o'tir. Sani krasovkang qani? Uyda qolib ketdi ustoz. Nimaga o'zing qolmading uyda deylar hozir. O'zing nimaga uyda qolmading? nimaga shiming qolib ketdi uyda? Gaplashma! Agar tuflingni izi qolsa, o'zing tozalaysan. Xo'p ustoz. Hamma o'nga 5 kun yuguramiz. Shagon marsh! Safdan chiqma! Nag'ma qilmay yugur. Xo'p. Yon tomonga, ha, qizlar. Tizzaga urib, ha. Endi badan tarbiya mashqlarini o'tamiz. Ustoz qizi bo'ylik-ku futbol o'ynaylik endi. Ko'p gapirma, kebaqa. Mashqlarni o'rgat bolalarga. Yelkalarni 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Ey! Boshdan boshla birinchi. Boshdan 4 marta oldinga, 4 marta orqaga aylantiramiz. Shunday qilib. Endi o'ng qo'l tepaga, chap qo'l pastga nima qilamiz? Ketdik. Endi beldan 4 marta chapga, 4 marta o'ngga aylantiramiz. Qaychisimon qolib ketdi. Jumayeva, shu bitta qizni bering, komissiya kelibdi ekan. Shu oilalarni artib chiqsin. Ana, tursan bor. Ke qizim, o'zi ikkita trezacha. Koptok qani? Endi sanlarga koptok kerak. Yes! Qani? Hammang 1-2 ga sana? 1 2 1. Bugungi darsimiz futbolni tarixini o'rganish. Fut degani oyoq. Bol degani koptok. Ustoz qo'lingizda to'p bilan futbol o'ynaylik. Bu yangi koptok. Komissiya kelsa so'raydi. Futbolni vatani Angliya. Bo'pti. Mana, olinglar. Ozgina o'ynaylik. Koptok topga beqa. Tanaffus bo'l, bor darsingga yo'qol hammang. Ozgina o'ynaylik. Yoshlik sani o'ylamagankan. Azoblash xizmati boshladi yana. Qizlar, iftorlikka osh pishdi, chiqinglar. Ketdik oshiymiz. To'xta qolsa keyin yeymiz. Bulardan qolmaylik, ketdik hozir. Qizlar, xolamni qizi kelibdi. Biz bilan 3-4 kun turib tursin. Hazayka nima deydi xola? Men buni olib keldim. Ibidigon jon kexay. Yomon pora ko'rdi mana shu qiz. Qizlar, dugonachiligimizga ko'z tegmasin. Oqibatiga gap yo'q, qara. Ana endi boshlanib tomosha qarabdi. Ujin 22.500 dan tushdi. Qani hammang to'la. Men dugoshimni murabbosdan yedim-ku, men to'lamayman. O'tgan safar men ovqat qilgandim. Mana. Ushmanglar, jim. Nega menga ishonmaysiz? Skrinshotlar jo'natdim. Siz ajdanaga tushgan payt uydagalarim bilan gaplashayotgandim. Ali, Bechora qizni Hech qanaqa bechora emas bu. menga qara. Kimsan sen? Kimsan? Biron joyda boshliqmiding? Kimsan? san keyin bu keyin Planshetingiz qani? Hamma meni ishonuvchansan, shustri bo'l deydi. Men unaqa bo'la olmasam. Zaryadchigimni joyiga qo'y! Soddamani. Mayli, qizlar Jamshid akam pravaga o'qib, senga jentro olib beraman dedilar. Jentro? Yangi moshin bo'lsa kerak-da, va. Mana. Alo. Endi ishondingizmi? Sizni rasmingizga termilib o'tirgandim. Yigiti valetmi? Yo'q, Qaror qarg'a. Sizdan xafaman, telefon qilmang menga.
telefonim ishlamayapti. Yigiting lo'richa bola bor edimi? Singilcha ketdik, senga yangi telefon olib kelamiz. Ishonch do'konlarida iPhone 17 Pro Max oyiga 2.276 ming. Samsung Galaxy S25 Ultra oyiga 1.428.700 so'm. Samsung Galaxy A17 oyiga 260 ming. Vivo V60 Lite oyiga 392.200 so'mdan olsa bo'lar ekan. Bo'ldi, shu yoqda olaman. Menga uylanaman degandi, lekin uydagilar boshqasiga uylantirib qo'ydilar. Faqat hech kimga aytmang, hayapa. Men ketdim, umon eshitishim kelyapti. Bo'ldi, yuragimni sefiga solib qo'ydim bu gapni. Qizlar eshitdinglar. Mana buni o'ylanaman degan yigit. Ketsin, keyin aytasan xatyabi. Tu'msi pyari ki bandaji. Dada hoki poyez olay deyapti. Hindistondan kelin qildik, hinchani bilmaymiz. Baxtli bo'ling, keling, ko'p yashang. Bolito, ambaluto ye. O keling beri ko'chaga yurmang, Hamzalar nima deydi? Ayt unga. Fuja, sharmanda hey. O'g'lim doktor chaqirib keldi, ilmasasi qochib qoldi. Ah, boboji, shifo. Nima deyapti? Ona Hindistonga meditsina rivojlangan-ku, bu davolayman deyapti. Yo'q-e? Keling, nima qildik? Nima qildik mana? Meditsina rivojlanmagan rayondan ekanda keliniz. Xotininga ayt, oyog'iga tapchika kiysin, shamollaydi. He, ona bilan o'rganib ketgan. Bo'lmasa aydanov oyoqdagi qo'ng'iroqni olib qo'ysin, jing'ir qilib davlana ko'tardik bu. Boboji, jingir, zanati. O'shaday ting'ir, kelin. Paga ting'ir, shart ting'ir. Ha, Aka, yangamga ayting, sarilarni berib tursinlar maktabimizga baliq qizlar bo'layotganda. ha keyinroqga o'z dilnoz olib ketgan hamchamiz 8-marta erkin mavzumadir kerak ekan unga. O'g'lim, xotiningga biror bir issiq kiyim olib bergan, sovuq qotib yuribdi. Pakli pinto polo. Uydagilar kelibdi ekan mehmonga bizaki ona. Migir piano tahiye. Nabay. Probka qolib ketib yo'lga o'sha aytibdi. Xudolar kelinglar, ichkari kiringlar uyga. Dale tum parata. Kelin, sizga issiq narsa o'zim olib bermasam, hech kim olib bermaydi. Shuba! Imperiya shuba do'konining birinchi qavatida hamma shubalar $397. Asl meh, original. Ikkinchi, uchinchi qavatdagi hamma shubalarga 50% chegirma qilib yuborishibdi. Tumsi oyjon, yarashdimi? Rahmat oyjon. Qaynatangiz nima qilyapti ekan, ha? Limbir kumbirke. Dada ovqat olib keldi bizga. Oo! Shunday shirin bo'libdi. Qanaqa qilgan buni? Karta he. Chunli kare. Kumbir. Darito. Sinfdoshlar mana yig'lik oqibatimizga ko'z tegmasin. Azza buncha semirib ketding-san. Sanim to'rtta to'q keyin ko'ramiz. Yo, sen 30dan o'tding, qachon uylanasan? Sinfdoshlar bilan to'yinga borib mazza qilib o'ynaylik, ha? Uylanaman. Uylansang mana sarvinoz erga tegmagan hali. Assalomu alaykum. O'tirasan. Shahboz, esingdami? Menga sevgi xatlari yozib berardi. Esimga orqangdan yomon yugurganman lekin. Esingdami? Bitiruv kechamizda men bilan vals tushganding. Esimga yo'q. Shahboz, sen uy olaman degding, oldingmi? Ha, Xonsaroyda Vodiy rezidens loyihasidan boshlang'ich 30% to'lab bir xonali uy olinma. Malades. Bitta fikr bor. Ertaga hammamiz yig'ilib ustozimiz ko'rgani boraylik. Yaxshi bo'ladi lekin. Faqat hamma kelsin. Bu kasallik tibbiyotda sinfdosh Sofiya deyiladi. Bunga chalingan bemor ko'ziga sinfdoshlari xuddi yig'ilganday ko'rinadi, lekin aslida hech kim yo'q. Bu nimadan kelib chiqadi? Shu sinfdoshlar yig'ilmagandan, gruppaga yozmagandan, uchrashmagandan mana shunday kelib chiqadi. Doktor aka kelibdilar-ku. Doktor aka keling, kimning mehmoni bu? Keling. Joy beringlar. Aka keling. O'tiraman. Aka odam o'tiribdi, ko'rmayapsizmi? Nima qilyapti bu? Qara. Katta odam o'tiribdi-ku. Ha, odammi? O'z unisiga o'tiraman. Bu ham odammi? O'tmang, to'xtang. Azza tur joy begin. Odamni o'g'ri qilasizlar. Ha, nima deysan? Turing Azza. O'tib bo'ldi-ku, o'tiring. Ha, o'tdilar. Ha. To'xtang, kattamiz bor. Pahlavon ayt o'zing. Pahlavonni qayerga o'tiribdi endi? Yangi qo'shig'im manda sho'xat televotqale yo'qsa Yig'ishtir ummoningni. Navoiyxonlik bo'lyapti. Ustoz ummon zo'r-ku. Milliycha nimadir qillaring. Xo'p. 7-qavatda qolib ketdi. Shahboz, ana shu qo'shig'ingni menga tashlab ber. Bo'lsin, yo'q tashlayman. Meniki 2 portda. Azzaman tashlab beraman. Kerak emas, sani qo'shig'ing boshida mbk.oz bir nimalar. Nima bu ahvol? Nima bu soch? Nimaga sandagi xo'rozga o'xshab o'tiribsan? Voy, qo'ling kesib oldingmi, bolam? Stil bu, ustoz. Stil? Mana bu sochlaringni ertaga ko'rmay. Bo'lmasa o'zim qaychilab tashlayman. Yo'qot ummoningni. G'azalxonlik kechasi bo'ladi deyapman-ku. Ustoz 9 bel ham ummonga o'ynayapti ekan, zo'r chiqadi. Bor hammang yo'qol.
g'azal yotlalaring. Ana nima bermading sen? Ana bunday qildim-ku. Qilmadilaring. Sen o'g'irlamagan, kelinga o'xshaysan, bor yo'q qani? Bilaman tuyg'ularimga hech qachon yetib bo'lmaydi, bilaman. Alo? O'qituvchilar xonasi? Hop. Bilan magazinga Umonni kalendari bilan daftarlarim ketdi. Yo'q, Nima hammang buncha ummon deb yugurasanlar? Nimasi qizg'an shuningda? Oshna hash muzikani izlab yuring, menga taylab ber. Ey Jonibekning o'g'li, o soching nima qilgansan? Stil-ku bu, ummon qilib olganman, ummonman. Dadang ham yoshligiga shunaqa edi, sochini jimi qilib yurardi. Ekstrem. G'o'rda konsertiga hamma qizlar zohid shohid deb yopishibdi-da, keyin milslar ajratib yubordi. Ikkinchi kun konsert atmay bo'lib ketdi keyin. Mana yaxshi qo'shiq topsa bo'lar ekan. Bu ham ummonni qo'shig'i-ku, ustoz. Voy, ummon qo'shig'imi? Ummoni qo'shig'i. Salla o'zing bir normal qo'shig'ini topolmayapsanlar. Oltin qafas ichiragar qizil gul bitsa, bulbul g'atkandek oshiyon bo'lmas emush. Malades bo'lar ekan-ku. Ertaga mana jildirvaq ko'ylaklarini yo'qotib, salla bilan to'n kiyib kelinglar, xo'p? Ey, ummon yangi qo'shig'i chiqdi. Qani? Yo'q, yorib yo'q. Ko'zlarim xiraday. Menga tashlab ber shuni. Men patikam qani? Mana patikangizni tozalab qo'ydim, noskingizni yuvib qo'ydim, ro'molchangizni dazmollab qo'ydim. Ey, jiyan, kakras, lapotkalarimiz bormi? Yo'q, amaki, bu yerda faqat shodlik, quvonch, baxt bor. Abi jekcha uylanib deyona o'libdi-ku. Xo'jayindan so'rab ko'ring, aytaman, xo'p? Lekin bugun o'rtoqlarimiz bilan o'tirishimiz bor edi. Borsam bo'ladimi? Men o'zimni bu uyda xizmat ko'raman deb o'ylab yurgandim. Men xo'jayin ekanman-ku. Men qattiq qo'l xo'jayinman, uylab ko'raman. Xo'p. Bo'ldi, boring. O'ylab ko'raman dedingiz-ku? Menga uylash buyurilmagan, boring, tamom. Men o'ylab bilmayman. Mash o'zimdan olsam bu mehmonlarga tegma deb urishmaysizmi? Nimaga urishaman, yevring? Olaman lekin. Oling. Mana hayotim barcha bayram bo'lib ketdi-ku, biram baxtliman, batar bo'lay. Hayotim nima izlayapsiz? Mana qarashimim bor edi, o'shani qidiryapman. Mana-ku. Ya bu ko'k mana qara edi. O'sha bu yuvdim, toza bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli ishimim bormi? Men toza ozoda odamman o'zim. Ana meva olib keldim, ovqatdan keyin foydali. Ovqatdan keyin meva yeydimi? Nima siz yemaganmisiz? Ovqatdan keyin men doim kalta kiyib yotardim, meva yesam bo'lar ekan-ku. Yeganman, vafli yeganman bir marta 3-sinfga. Hayotim Xonsaroyni muhabbat shahri loyihasida 15% boshlang'ich to'lov bilan uy beryapti-ekan, ko'rib kelmaymizmi? Ko'rsak ko'rib kelamiz, ketdik. Ana tapichkasiga yetib qo'ying, momiqqina loy bilan ko'chaga. Ya Shahboz, keyin o'ynaymiz. Borib turing, gaplashaylik. Men sizlar bilan bunaqa o'yinlar o'ynab yurmayman. Detskilar. Ha, aytgancha, men sallaga. Sizga shokolad olib keldim. Voy, biram mehribonsiz, beg'uborsiz, ayiqcha.